Bizda bog'lanishlik bor-da, bog'lanishlik va bu mana shu bir qonunlar borki, mana shu qonunlarga biz bog'langan bo'lamiz va katta yoshimizda trans holatda o'zimiz genetik kodimizni bilmagan holatda tushunmaymiz, nega bunaqa qilyapmiz, nega oilani tashlab ketyapmiz, nega xiyonat qilyapti, masalan, shunaqa narsalarni tushunmaymizda. Albattaki boshqalarni aybdor qilib o'zimizni aybdorsiz deb bilamiz va qarangki, bunaqa narsalar kengayib boryapti, bunaqa narsalar ko'payib boryapti va ajrimlar soni ham haqiqatdan ham judayam ko'p. Bog'lanishlik haqida gaplashamiz. Qaysi tipga kiramiz va turmush o'rtog'imiz qaysi tipga kiradi? Hayotimizda qanaqa vaziyat bo'lishligidan qat'iy nazar bu Allohning xohishi. Mana shu inson bo'lishligi ham Allohning xohishi, chunki Allohning xohishi hamisha bajariladi. Va 4 xil bog'lanishlik bor. 4 xil bog'lanishlik bor. Birinchi tipdagi insonlar, bular ishonchlik, bular xavfsiz. Qanaqa tarbiya ko'rgan bu? Ishonchlik va xavfsiz turga kiradigan inson. Ularning oilasida ota-ona muhabbatda yashagan. Ularning oilasida bola mehr ko'rgan. Ularning oilasida tartib bor. Ularning oilasida turmush o'rtoqlari bir-birini tushunadi. Ularning oilasida turmush o'rtoqlar bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Va mana shunaqa oiladan chiqqan bola qanaqa bo'ladi? U ishonchlik va xavfsiz bo'ladi. Uylanganda yoki turmushga chiqqanda hattoki ajrashishlik haqida fikri ham bo'lmaydi. Unaqa insonlar oila tashlab ketmaydi. Unaqa insonlar farzand tashlab ketmaydi. Ular bemalol konfliktga kira oladilar, chunki biladiki, har qanday konfliktdan ular g'olib bo'ladi. Aynan mana shunaqa insonlar insonparvar va mana shu yerda adashtirmaylik. Bizda, masalan, bizning millatimizda ham ajrashmaydi muhabbatdan emas, bir-birini tushunganlikdan emas, bir-birini qo'llab-quvvatlagandan emas, balkim sabrdan, balkim boya aytgandek insonlar uchun, farzandlar uchun, keyingi katta bo'lganda qudalar uchun, mana shunaqalar uchun sabr qiladi. Va bugun atrofni qaranglar, eng ko'p kasalliklardan bittasi bu onkologiya. Bu onkologiya. Chunki aynan mana shu chidashligim kerak, bosim degan narsalar albattaki ichimizda zakladivаться qiladi va bu narsa onkologiya bo'ladi. U birinchi tipga kirmaydi. Birinchi tip haqiqatdan ham muhabbat tushunchasi nimaligini biladi. Demak, ikkinchi tip haqida gaplashamiz. Ikkinchi tip bu qochuvchi tip. Bilasizmi, mana shu qochuvchi tipdagi insonlar, bunaqa aynan mana shunaqa tipdagi insonlar ham juda ko'p uchraydi. Ular masalan tug'ilganlikda onadan mehr ko'rmagan. Nega? Mana bu yerda farzand tarbiyasi haqida ham ozgina o'zingizlarga ta'lim olsanglar bo'ladi. Chunki ona tuqqandan keyin balkim qiz kutgandir, o'g'il tug'ilgan, balkim o'g'il kutgandir, qiz tug'ilgan, yoki ona ishlaganligi uchun bolani yoki onasiga yoki nyankaga tashlab ketgan va bolaga e'tibor kam bo'lgan. Yoki eng ko'p holatda postrodavoy depressiyada bo'lgan va bola bilan ishi bo'lmagan, yoki bola 5-chi yoki oxirgi bola haligi bo'lib qolgan deydi-ku, bo'lib qolgan bola va onani mehrini ko'rmagan. Chunki har doim o'rtoqlar, pul bu ota. Pulni xohlaysizlarmi? Ota bilan munosabatni to'g'rilaylar. Munosabat chiroyli bo'lishligini xohlaysizlarmi? Aynan oilada munosabat bu ona.
Tushunyapsizlarmi? Nega men hozir oilani gapirib turib, onaga alohida, otani gapirmadim, onani gapirdim. Demak, aynan mana shunaqa mehrga muhtoj bola. Bizni o'zbek tilida haliga aytadi-ku, voy, shunday tarbiyali bola yig'lamaydi ham, ovozini ham chiqarmaydi. Qorni och qolsa indamay uxlab qoladi. Biz uchun ular tarbiyali, biz uchun ular haliga tilla bolalarda, lekin mana shu tilla bolalar katta bo'lganda ular har doim muhabbat ular uchun xavfli bo'ladi. Ular muhabbatdan qo'rqadi. Ular rad etilishlikdan qo'rqadi. Tushunyapsizmi? Rad etilishlikdan qo'rqadi. Ularni tashlab ketishligidan qo'rqadi. Juda ham ko'pchilikda mana shu qo'rquv bor oilada. Turmush o'rtog'i bilan yashaydi. No, при этом ularda mana shu ichki tashlab ketsa-chi, meni yaxshi ko'rarmikan? Va mehr berishligi uchun hamma narsadan voz kechib, faqat turmush o'rtog'iga, boshqalarga so'ramasa ham borib yordam beruvchi insonlar mana shu ikkinchi tipajdagi insonlar. Agar o'zingizlarni taniyotgan bo'lsanglar, mana shu yerda tushuninglarki, bugun siz o'z-o'zidan mana shunaqa emassiz. Bugun sizda o'z-o'zidan mana shu qo'rquv qayerdandir paydo bo'lganligi yo'q.